Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, biz yana bir xonadonga isitish tizimlarini yakunlaganmiz. Ko'mirli katollarimizdan bitta qo'yib berdik. Ishga tushirish jarayoni boshlandi. Mana shu xonadonimiz isitish maydoni umumiy 230 kvadrat metr. Yerga bitta ko'mirli katolimizni ustanovka qildik. Yoqishni boshladik. Nurlarini izolyatsiya qilib chiqarib olganmiz, kondensat bo'lmasligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'llarimiz o'ta chiroyli chiqqan. Xudo xolisa xonadon egalariga ishlatgani nasib qilsin.